Matyoqub akaning yoqimli nafasda kuylangan o'nlab zamonaviy qo'shiqlar, klassik ashulalar, suvora va maqom yo'llari muzika muxlislariga chuqur zavq baxsh etib, ma'naviy va estetik huzur baxsh etib kelmoqda. Dilberni ko'ring, qomat zibosiga loyiq, ko'z o'ynashi qoshilari nosiga loyiq. Dilberni ko'ring, qomat zibosiga loyiq. Dilberni ko'ring, qomat zibosiga loyiq. Ko'z o'ynashi qoshilari nosiga loyiq. Sümbül saçı nazik, belida bulsa perişan. Zülfi geceki nergisi şahlasiga loyiq. Zülfi geceki nergisi şahlasiga loyiq. Qilganda tabassum to'kilur tishlari dindir. Qilganda tabassum to'kilur tishlari dindir. Bir topcha gulu maqta salolasiga loyiq. Husnini ko'rib buldi ko'ngil shogilagandan. Lutfi karami oshiq valosiga loyiq. Lutfi karami oshiq valosiga loyiq. Mehnat ila g'ayrat nutq do'sti qadrdan. Mehnat ila g'ayrat nutq do'sti qadrdan. Har qilgan ishi ahd ila paymoniga loyiq. Har qilgan ishi ahd ila paymoniga loyiq. Mehnat ila g'ayrat nutq do'sti qadrdan. Mehnat ila g'ayrat nutq do'sti qadrdan. Har qilgan ishi ahd ila paymoniga loyiq. Har qilgan ishi ahd ila paymoniga loyiq. Assalomu alaykum aziz hamkasblar. Men hozir bu yerda o'tirib o'zimizni mana aziz yurtdoshlarimizni bir 10-15% odam Matyoqub og'amni hali Alpomushni aytib chiqqan vaqtini biladi. Qolgan 80-85% odam hali uni bilmaydi. Mana shu Alpomush asarini 49-48-yillarda, 50-yillarda shu Ko'na teatrning yozgi binosida 1,5-2 ming odam kelib 15-20 kun anshlag bilan shu Alpomushni ko'rgan xalq mamlakatlardan kelib boshqa qilib. Unda mikrofonimiz ham yo'q edi. Xuddi hali Matyoqub og'a mikrofonning yoniga kelganda qanday ovoz chiqqan bo'lsa, mikrofonsiz shunday ovoz bilan Matyoqub og'am ashulani aytib berganlar. Men juda baxtliman bugun shu munosabat bilan kelib Matyoqub og'amning qo'lini siqishga.
Samandırdı o dişe yanması salsa bulma. İşkin düştü yüreğe çıkar balasa bulmaz. Deryağa damlan yaşlı kaytar balasa bulmaz. Ala gül boy boy, kara gül boy boy. Ala gül boy boy, kara gül boy. Sormasa alım dilber, işim sığmaz yüreğe. Şiz ağabeyden vurlar, kızgındır sürekli. İşkemen taksiye dur, aciratı balasa bulmaz. Ala gül boy boy, kara gül boy boy. Ala gül boy ha. Muhtaram do'stlar, mana bugungi Matyoqub Rahimov ijodiga bag'ishlangan ko'rsatuvimiz oxiriga yetib qoldi. Biz siz aziz muxlislar nomingizdan sevimli san'atkorimizning 70 yillik to'ylari bilan yana bir bor tabriklab, salomatlik tilab, san'atimiz rivojiga uzoq yillar xizmat qilish, o'zining boy hayotiy va ijodiy tajribasini yosh avlodga singdirishda tolmay mehnat qiling, xormang, muhtaram ustoz deymiz. Ijodiy